Xalqimizning sevimli shoiri Muhammad Yusuf 1954-yil 26-aprel kuni Andijon viloyati Marhamat tumani Qovunchi qishlog'ida tavallud topgan. U Yusuf ota va enaxon ayalarning 2 o'g'il, 3 qiz farzandlari ichida erka dilbandi bo'lib ulg'aygan. Noyob iste'dod sohibi bo'lmish Muhammad Yusuf bolalik chog'larida sho'x yigit bo'lib, ko'p narsalarga qiziqqan. Yuragida muhabbat, tomirlarida oqayotgan qonning jo'shqinligi uning she'rlarida yaqqol namoyon bo'ladi. Muhammad Yusuf bolalikdan ziyrak, juda qiziquvchan bo'lganligi bois ko'p kitoblarni sevib o'qigan va savollarga javob izlagan. Shu bilan birgalikda Muhammad Yusuf ochiqko'ngil va xayolparast bola bo'lib, she'riyat va adabiyotga mehri juda baland bo'lgan. Bunday mehrni uning qalbida buvijonisi Tursunxon ena uyg'otgan edi. Muhammad Yusuf garchi oddiy dehqon oilasida dunyoga kelgan bo'lsa-da, o'qish va ishlarida katta muvaffaqiyatlarga erishadi. 1973-yil o'rta maktabni a'lo baholarga tugatib, Reshetov nomidagi Rus tili va adabiyot institutiga o'qishga kiradi. 1978-80-yillar oralig'ida harbiy xizmatni o'taydi va bu davrlar shoir uchun mashaqqatli va murakkab, tajribali davr bo'ladi. Shoir ko'nglida ona vatan tuyg'usi yanada alangalanadi. Shu tariqa shoirning keng qamrovli ijod faoliyati boshlanadi. Muhammad Yusufning qalamiga mansub dastlabki kitob 1985-yil nashrdan chiqqan bo'lib, Tanish teraklar deb nomlanadi. U qisqa muddat ichida samimiy xalq dilidan so'zlovchi, xalq kuychisi bo'lganligi bois xalq ko'nglidan qisqa fursat ichida joy ola biladi. Uning Iltijo, Bulbulga gapim bor 1987-yil, Uyqudagi qiz 1989-yil, Ko'ngilda bir yor, Ishq kemasi, Halima enam allalari 1991-yil, Yolg'onchi yor 1994-yil, Seni osmonimga olib ketaman 1998-yil, Erka kiyik, O'zingdan qo'ymasin xalqim 2000-yil, Saylanma 2001-2004-yil, Ulug'imsan vatanim kitoblari chop etilib, ommaga taqdim qilingan. Hech bir kitobxon yo'qki, uning javonidan Muhammad Yusufning kitobi topilmaydigan. Hech bir inson yo'qki, uning misralaridan mehr-muhabbat hissini tuymagan. U shunday iste'dodli shoirki, uning har bir she'rida xalqning quvonchi-yu iztiroblari, orzu va armonlari madh ettirgan. Shoirning dilga yoqqar misralari xirgoya qilinmagan bironta o'zbek farzandi topilmasa kerak. Muhammad Yusuf san'atkorlar ahliga ham katta yutuq keltirgan. O'lmas satrlarni bitgan desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Mendan nima qolur? 2 misra she'r, 2 sandiq kitob, 1 uyum tuproq, odamlar ortimdan nima desa, men seni o'ylayman o'zimdan ko'proq. Lola, lola jonim, lola qizg'aldoq. Ushbu she'rida ham inson va hayot, ona vatan tushunchalarini mujassamlashgan. Xalq shoiri Muhammad Yusuf 2001-yil 30-iyulda dunyodan ko'z yumadi. Garchi u vafot etgan bo'lsa-da, lekin u odamlar yuragida mangu yashaydi. Muhammad Yusuf xalqning qalbidir. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, hamma inson ham vatan, ona deya kuylashi mumkin-ku, ammo ona vatan armoniga yetkazib yurakdan kuylay oladigan, xalq dilini biladigan ijodkordagina chin shoir bo'la oladi. Muhammad Yusuf bunga yorqin timsol bo'la oladi deb o'ylayman. Shoir she'rlari orqali odamlarning unutayozgan qadriyatlarimizni, millatimizni asrab-avaylashga chorlaydi. Uning she'ridagi oddiy obrazlari ayni paytda munis va qadrdon, tub mohiyati, ya'ni ular timsolida shu ona vatan muqaddas tuproq, shu vatanning azizligi, mo'tabarligi aks ettirilgan.